Sahnadan tushib ketayotganimda, "Ey, chala hofizlar" dedi. "Eshitib ol" dedi. "Opani so'zi o'ziniki" dedi. Birovni qo'shig'ini aytib olqish olayotganlar, "Opadan o'rganib ol, halol bo'ladi topganing." Shu televizorda qo'yiladigan kuni oldiga o'tirib olib, xo'jayinimga ham, bolalarga ham qaramasdan, "Deb, ur" deb turar edim. Cholni menga qo'yib qo'y. Cholni o'zim hal qilib olaman. Madinada 2 kun ziyorat qilgan barcha volida va buzrukvorlarimiz, Safo Marvadan borgan hoji ota, hoji onalarimiz Makka tomon yo'l olishdi. Siz bunday go'zallikni Safo Marva bilan umra ziyoratiga kelsangiz, albatta ushbu masjidlarga tashrif buyurasiz. Volidam ijodkorlari bugun Andijonning Shvetsariyasiga aylanib ulgurgan Xonobodga ketyapmiz azizlar. Sababi Muxtasarxon onamizni, hoji onamiz, salom aytadigan onamizni juda ham yaxshi taniysizlar. Toshkentda Saida Rametova bo'lsa, Andijonda Muxtasarxon onamiz juda ham chiroyli salom aytadilar. Go'zal kommentariyalarda Muxtasar onani ham uy sharoitlarini ular bilan suhbat qiling deganligi uchun biz Xonobodga yo'l oldik azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Volidam ijodkorlari yo'ldamiz. Assalomu alaykum volidam, ko'rsatuvning ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum aziz volidalarim, yurtimning hoji-oyimlari. Doimgidek salomlashuv. Men sizlarga aytib o'tganimdek, bugungi volidamiz Xonobod shahridan, Sultonobod qishlog'ining go'zal bir ayoli, ustozimiz bo'lgan ustoz, san'atkor. Butun internetlarni o'zlarini chiroyli salomlari bilan portlatib ulgurgan, allaqachon barchaning ko'nglidan joy olib ulgurgan san'atkorimiz, ustoz san'atkor desak yanglishmaymiz, Muxtasar xonim onamizni xonadoniga yetib keldik azizlar. Biz Sultonoboddamiz. Volidam ko'rsatuvi ijodkorlari o'z ish faoliyatlarini boshlar ekan, biz esa ularni darvozalarini taqillatamiz. Kim bor? Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Omonmisizlar? Rahmat o'zingizlar ham. Hoji onam bormi? Rahmat o'zingizlar ham. Hoji onamiz bilan birozgina suhbat qilib YouTube telekanaliga chiroyli bir ko'rsatuv qilib olishimiz kerak. Volidam degan ko'rsatuvimiz bor. Hoji onamizni Volidam ko'rsatuvi boshlangandan beri yalinamiz. Qachon chiqib berasiz, qachon chiqib berasiz? Kutilgan kun bugun ekan. Kommentariyalarda shu salom aytadigan onamizni ham xonadoniga boringlar dedi, biz keldik. Qani marhamat. Hoji ona salomatmisiz? Omonmisiz? Bormisiz? Mana kutilgan onlar, daqiqalar yetib keldi. Bugun ekan kunimiz, ha? Sizga qancha yalindim. Volidam ko'rsatuvini boshlagandan beri yalinaman. Keling meni ko'rsatuvimni bir portlatib bering desam, kuni bugun ekan. Vaqt soati bor ekanda. O'zingiz salomatmisiz? Omonmisiz? Allohga shukr. Bezovta qilmadingmi? Biz kamtarona xonadonimizga xush kelibsizlar. Albatta, o'zbekning xonadoni hamisha ochiq va kamtarona bo'ladi. Charchamayapsizlar? O'zingiz yaxshimisiz? Damalyapman. Bugun muxlislarimiz uchun Muxtasarxon onamizni ham faqat YouTube'da salom aytganlarini ko'ramiz. Qanday kirib kelgan bu salomlarga degan javoblarni olish maqsadida keldik bugun. Inshaalloh, qo'ldan kelganicha. Salomat bo'ling. Ilohim
Sog' bo'linglar. Avval xonadonga kirmasdan avval muxlislar bilan bitta chiroyli salomlashib oling. Salom aytib yubormang yana. Salom pulligi. Salom. Bugungi ko'rsatuvimiz juda ham qaynoq bo'ladi. Azizlar, ko'tarinki kayfiyat bilan ustozimiz bo'lgan inson, men juda ham hurmat qilaman, onam deyman, qayerda bir to'ylarda, yaxshi marosimlarda ko'rsam, ana endi onamiz bilan chiroyli salomlashib oling. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, Volidam ko'rsatuvini ashaddiy muxlislari, kuzatuvchilari, bizni Kamtarona xonadonimizga xush kelibsizlar. Bizni ijodiy suhbatimizni intizori bilan kutganlarga yana bir bor kattakon rahmatlar aytaman. Inshaalloh qo'ldan kelganicha sizlar bilan ham Onamizni suhbat chiroyli suhbatga chorlashda kommentariy yozgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, Volidam o'z ish faoliyatida. Qani, biz esa suhbatga oshiqamiz. Marhamat. Keling. Keling. Qani uyga kelamiz. Yuringlar. Yuring ona. Videoda ko'rdim o'g'limni. Ha. Yurib ketdi. Yaxshi yuribsizmi? Chiroyli bolani topyapti meni o'g'lim. Ha. Kelinglar. Boshlang siz. Kelyapti, rosa salomlar eshitib keldik. Anaqa qildikda, syomka qilib keldik. Biz mana ketyapmiz, yo'ldamiz. Yana bir kere assalomu alaykum. Onajon, charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Bizni Rahmat. Kamtarona xonadonimizga o'g'llarim. To'kin dasturxon uchun avvalambor katta rahmat. Kamtarona dasturxon. Opamizga ham rahmat. Keling, Muxtasar ona, birinchi galda sizni so'ragan barcha muxlislaringizga, sizni muxlisingiz juda ham ko'p. Buni o'zingiz bilasiz, juda yaxshi. Qayerga borsangiz tavallosiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Muxlislarga qayerda tug'ilgansiz? Qanday qilib Sultonobodga turmushga chiqdingiz? Keyingi savolni keyin beraman. Salom haqida. Avvalambor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz, Volidam ko'rsatuvini aziz muxlislari, kuzatuvchilari. Men Abdulhakima Muxtasar opaman. Kelin salomlar dodasi deb taxallus bilan tanilganman. Mana 25 yil mobaynida mana shu O'zbekistonimizning turli yerlariga borib xizmat faoliyatimni ko'rsatib, obro'ga ega bo'lgan ayolman. 58-yilda tavallud topganman. Umringiz uzoq Mana bo'lsin. shu Sultonobod qishlog'ida tavallud topib, shu qishloqda topganman baxtimni. Ha, demak shu yerda tug'ilib, shu yerga turmushga chiqqansiz. Allohga shukr. Shu xonadonga kelin bo'lib, mana tushgan xonadonimda qolib ketdim. Xo'jayinim bilan rosa 47 yil yashadik, yaxshi yashadik. Bir marta ham nari beri bo'lmaganmiz. Allohga shukr. Intifog'idik, san'atini qadrlaydigan inson edi, san'atga yo'l qo'ydi. Albatta keyinchalik yo'l qo'yib berdi. Mana Allohga shukr. Yomon bo'lmadik. Yashang. Xalq xizmatidamiz hali. Ona, san'atga kirib kelish qanday bo'ldi? Bironta bir oliygoh bo'ldimi? Ha. Oliygohni rosa orzu qilganman. Endi har bir tirik jon borki, go'daymi, u katta odam, unda orzu bo'ladi. Maqsad bo'ladi. Yuragida bir yetishadigan intilish bo'ladi. Men ham bolalik orzularimda osmonlarga qarab havas qilardim, yulduzlarni ko'rib, men ham porloq yulduz bo'laman derdim. Eng yorqin yulduzni tanlardim. Men shunday yulduzga o'xshab porlayman derdim. Tavba qildim, mana endi Allohga shukr niyatimga yetkazdi. Maktabda o'qib yurgan chog'larimda sinfdoshlarim Muxtasardan qo'shiq eshitamiz derdi. Sanobar Rahmonova chiqqan paytlar edi. Andijonim qo'shig'ini ayttirishardi, davramiz qo'shig'ini ayttirishar edi. O'zim to'lib toshib dalalarda qo'shiq aytar edim. Dalalarni boshimga ko'tarib qo'shiq aytar edim. Endi dadam erta o'lib qolgan, onamiz turmushga chiqib ketgan, amakilarni, ammalarni, enalarni qo'lida qolganman. Meni orzularim endi yuragimga ko'milgan edi. Endi qiziqishar edi, lekin endi menga bir mehribon inson, nima istaysan qizim? Nimani xohlaysan? Qanaqa orzung bor deydigan insonim bo'lmagan meni. Dadam hayot bo'lganda men bo'lar edim. Katta shoira bo'larmidim, bir ijodkor bo'larmidim. Bir yaxshi ijod yo'lida xizmat qiladigan yoki ijod qiladigan ijodkor bo'lar edim deyman. Hali ham endi ancha ijod qilib turaman. Shunaqa qilib bolaligimdagi orzularim yuragimga ko'mildi. Dalalarni boshimga ko'tarib qo'shiq aytar edim haligi. Qo'shiqlarim parvoz eting, yo'lda qolsin qaldirg'ochlar.
Dalalarga yildan yetiyor, oramasın qulun sochlar derdim. Ha, yaxshi. Ana hamma ovozimga tan berishib, voy Muxtasarxon yana qo'shiq ayting, yana eshitaylik derdi. Sanabarxonda qo'shiqlarni aytib berar edim. O'zim ona haqida qo'shiqlar aytar edim. Xullas, maktablarda ham qayerda tadbir bo'lsa, menga birinchi o'rin tegar edi. Musiqa domlamiz ham mendan faxrlanar edi. Ko'rik tanlovlarga, mashhuran tepamizda tumanda bo'ladigan ko'rik tanlovlarga olib borib turar edi. Xullas kalom orzular osmonida uchib yurib, Andijon texnik bilim yurti bor edi, 110 bilim yurti. Shunga ammam rahmatli, juda yaxshi ayollar, rahmatsa degan ammam menga ko'p tarbiya berib, ko'p yetalab yurgan ammam olib borib qo'ygan. Ashadda o'ksimasin deb. Ashadda yurib, hozirgi Tanobar ansamblini, Shodlik Sumalak ansambli bor edi. Shu yerda Botir Qodirov onasi ham raqsga tushar edi. Zulxumor Qodirova. Uni bitta opasi ham bor edi. Diloramxonmi, Dilbarxonmi degan. Shular ham bor edi. Shu yerga borib olganman. Borib, shu yerda qo'shiq aytar. Azbiroyi qiziqish. Qiziqishdan. Ular ham meni ovozimga tan berib, Muxtasarxon degan baletmistr bor edi. U qo'shiq aytmasdi-yu, raqs o'rgatar edi. Shu yerda yurib, yana birinchi o'rinda oldim. Marhamat talantlarda birinchi o'rinda oldim, ikkinchi o'rinda oldim. Xullas kana menga yo'llanma ber deb kelsam, enalarim unamagan. Toshkentdan ushlab kelishgan, ketib qo'yganman. Yerga beramiz. Yerga beramiz deb. Olib kelib, bu yerimga xotin topilmay turgan ekan, mana shunga berishgan. Bilmasdan keyin yana san'atkorga berib qo'yishdi. Yana to'yga qiziqadigan, san'atga shaydon insonga turmush o'rtoq bo'lib tushib qoldim. Xo'jayinim eng katta o'g'il edi bu eshikda. Qaynotam keksa yegan mahal edi. Biz hammasini uylab joylaganimizdan keyin senga inaki yo'l beraman derdi xo'jayinim. Men ota-onamning katta farzandiman. Sinalarimni chiqarib, ukalarimni uylab olganimizdan keyin inaki mayli qanaqa ijod qilsang qilaver derdi. Lekin uyning ichida esa qo'shiq aytgizar edi. Ona bitta narsada men ko'p yerda, masalan, tadbirlarda, O'zbekning yaxshi kunlarida sizni e'lon qilayotganimda salomlarning sultoni, salomlarning pahani deb hali erkalatib chaqiramiz-ku. Toshkentda Saida Rametova, Andijonda Muxtasar onamiz bor deb faxrlanib aytaman. Bu salomni vodiyga olib kirishda sizni qalamingiz bor. Bor. Yo'nalish ham sizniki. Ha? Keyingi chiqayotganlar bu sizlarni shogirdingiz hisoblanadi-da, ular endi ustoz demasa ham. To'g'ri. Ko'pchiligi deydi, ko'pchiligi demaydigani ham bor-da. Bor. Buni so'zlari qanday yaraldi-yu, buni tezlatib aytishlik qanday bo'ldi? Bizga shuni tushuntirib bering. Buni tarixi uzun, Nodirbek. Men o'sha oldingi qadimiy oryorlarni eshitib borardim. Enam to'yda dasturxonchilik qilardi, meni baqib katta qilgan enam. Enam kelin salom aytar edi. Qanaqa qilib aytar edi? Quruq yerda ho'l qilgan, ikki gulni bir qilgan, avval Xudoga salom. Yetalgan, abdastasini ko'targan, qaynatasiga salom. Ishqigani eringan, kelin olib kerilgan, qaynanasiga salom. Tutga chiqib tutyagan, tishlarini qurtyagan singillariga salom. Sayrab turgan hakkada osib qo'ygan Makkada ammalariga salom. Tokchadagi qovunday ichi tushgan, tokchadagi qovunday erib turgan sovunday xolalariga salom. Shunaqa salomlar bo'lar edi. Men qarab turib ijodim borligimni bilmayman, men shu yo'nalishda boshqacha qilaman derdim. Men kelin bo'lib chiqqanda ham shunaqa salom bor edi. Faqat shunaqa salomlar aytilar edi. Atlas ko'ylak kiyimlari, yigitlarning shirqimlari kuyov bolaga ham, jo'ralariga ham, misr stollari yarashgan, kuyov talashgan deb ukasiga aytar edi. Men hammasini o'zim miyamda olib yurar edim. Bir kun shunaqa bo'ldiki, endi xo'jayin ish orqaga ketdi, o'zi san'atda yurar edi, Muhammad Karim Soyev bilan yurar edi, sog'lig'ini mazasi ketib qoldi. Oilaviy byudjetimizda qiynalib qoldik, moddiy tomonlama qiynalib qoldik. Endi dalaga chiqib ketmon chopib yoki agar qilganing bilan ham yaxshi bolalarni baqish uchun bir nima kerakmi? O'ylanib nima qilishni bilmadim, bittasini to'y bo'layotdi, oldiga kirdimda men qizingizni to'yda salom aytib beraman dedim. Keyin yo'q, o'zimizda nimamiz bor, aytadiganimiz bor dedi. Dedim, men boraveray, men zo'r aytaman, asa chiroyli aytaman dedim. Andijonga tushirib bordik. Tushirib borib, ashaddan keyin yerda ham yo'q deyishuvdi ham betimni qattiq chiqib aytdim. Aytuvdim, hali yerda hamma qatib qoldi. Men boshqacha yo'nalishda aytdim.
tezlatib aytdim, yangi so'zlarni qo'shib aytdim. Aytganimdan keyin eshitdan keldim. Ertasiga bittasi keldi, har doim keldi. Kechagi to'yda ko'rgan ekan sizni. Meni qizimga ham to'yga boring. Mashq qishloqda. Birinchi tashrif qog'ozingiz, qog'ozim o'zingizni betingizni qattiq qilib borganingiz tashrif qog'oz. Dakkilarni yeb yurib, salomni aytib keldim. Shunda ham shu qizim yonimda edi. Keyin erta yotib ham qoldik, mashinamiz yo'q. Texnikamiz yo'q, yotib qoldik turtini yurib. Ashatda ertasiga paqir solib yurib o'yinga tushirdim hammasini. Jomlarni cholib yurib o'yinga tushirdim. Hamma rosa o'yinga tushdi. Erta tafsiloti yaxshi bo'lib, uyimga odam keladigan bo'lib qoldi. Odamlar to'yga aytaveradi. O'g'illarim oldin oriyat qildi. Nima qilasiz? Kerak emas, o'zim boqaman hozirgi o'g'lim. Men o'zim boqaman deb unamaydi. Lekin endi ijodim qaynab turgandan keyin, tayyor pul kelib turgandan keyin qarasak, tirishligimiz yaxshi bo'lib qolyapti. O'zim ham o'rganib qoldim. Kelgandan keyin to'ylarga borgandan keyin bu stilni o'zim o'ylab topdim. Qora qo'chqorni so'ydirgan, elni oshga to'ydirgan, karnaylatib to'y bergan, qudaki qo'chqor qo'yib bergan, qatorlatib uy bergan, oshni katta oshlagan, aymay dollar hashlagan, choyni qaynoq ho'plagan, kelinimga deb to'plagan, birovdan emas so'mini, dadalarning eng mo'mini, hech kimdan emas jonini, halol topar noniniga qo'shib mo'ylovi bormi, puli bormi, guli bormi, mashinasi bormi qo'shadigan bo'lib oldim. Ishlarini, tishlarini, patlarini, shartlarini, omadini, qomatini kelishtirib aytadigan bo'lib oldim. Chunki ijod kelyapti-da menga. Men bu stilni men tanladim. Men tanlab, men yo'lga qo'ydim, keyin uni odamlar o'zlashtirishni boshlashdi. Mayli. Lekin buni muallifi menman. Uni u aytayotganlar ham biladi, muallif. Hamma so'zlar hozir mana dunyoda hamma yaxshi, hammadan amma yaxshi. Ammalar yurakni yaxshi, hammani bori yaxshi. Uni kimdir o'zlashtirib internetga olib chiqib foydalantiryapti, telegramlarga qo'yishyapti. Kanallarga qo'yishib ham. Bu meni so'zim. Endi xudo xolsa mualliflikka harakat qilyapman. Olaman yaqinda Adliya vazirligidan ishlab borishyapti. Xudo xolasa, men birovdan so'z talashmayman, qadrimni talashaman. To'g'ri. Hurmatimni talashaman. To'g'ri. O'zimni 25 yil mehnatimni qadrini bilmagan bilan olishaman. Oxirida hech bo'lmaganda shogirdlarga ham aytaman-da, oxirida hech bo'lmaganda ustozlarimizga rahmat deb qo'ya qolsa, shuncha ichorig'i bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yo'q, o'zimniki deydi. Siz salomga sayqal bergansiz deydi bittasi. To'g'ri. Sen sayqal berilmaganini ayt dedim. Bu meniki dedim, sayqal berganman. Sen sayqal bermagan abdastani ko'targanda ayt dedim. Ayta olmaydi. Chunki Muxtasarxonning so'zlari chiroyli-da. To'g'ri. Dilga yoqadigan, olqishga loyiq, qalbga yetib boradigan, olqishga loyiq. Kuyovlarni ham, jo'ralarni ham dotdek zo'radigan qilib aytish kerak. O't qo'yib yondirish kerakmi? To'yga borgandan keyin nimaga odamlar yaxshi ko'ryapti meni? Nimaga haq yaxshi ko'rib chaqiryapti? Hozirdan Samarqanddan telefon qilib, "Opa, kechasi bilan ko'rib chiqdik sizni. Juda qoyil qoldik, tan berdik. Aka-uka Rossiyada ishlaymiz. Jon opa, keling Samarqandga." Bo'pti uka, to'yni belgilavering dedim. Qashqadaryodan telefon qilishadi, Buxorodan telefon qilishadi, Xorazmdan, men Toshkentdan to'xtamay telefon qilishadi. 26-kuni aytgan zakazim bor. Yurist huquqshunoslar oilasi ekan, hammasi taklif qilishyapti. Dilga yetadigan so'zni topish uchun ijod bo'lish kerak. To'g'ri. Aql bo'lish kerak, teran fikr bo'lish kerak. So'z salohiyati-yu, so'z durdonasi, talaffuz, improvizatsiya tayyor turish kerak. Oila tinch bo'lish kerak. Oila tinch bo'lish kerak, qalb keng bo'lish kerak. Xotirjam ko'ngil kerak. Men haligi yeriga qoyil qolaman. Dombocha domboq bilaklari degan joyi bor-ku. Shunda lozim aytyapti hozir. Juda ham chiroyli chiqqan. Endi kimlarnidir, masalan, ismlarini aytmasak ham yoki ismlarini aytadigan shogird deb tan olganlaringiz bormi? Bor. Kimlar ismlari? Masalan, birinchi o'rinda hozir ikkalasi ham katta ishda ishlashadi. Barno Shavkatovna Soliyeva shogirdim, birinchi shogirdim. O'zim olib chiqqanman. Uyimdan hozirgi telefon qilgan o'g'limni to'ydan boshlatganman. Ikkinchi shogirdim, ikkinchi o'g'limni to'ydan Mahfuza Maniyazova madaniyat uyining boshlig'i bo'lib ishlayapti. Meni duomi olganlar ko'tarildi. Uyimga kelib, hurmatimni qilib, tug'ilgan kunim bormi, to'yim, izdihomim bormi, xizmat qilganlar, duomi olganlar darajasi ko'tarildi. Men shunaqa deb bilaman. Ustoz deb tan olganlar ko'tarildi. Shu joyda kimdir oshirib yoribdi deydigan bo'lsa, negativ, o'zini shogirdman, qalbidan shogirdman deb, lekin onamiz oldiga kelib bir chiroyli Fotihasini olmaganlarga iltimos qilardim. Siz uchun emas bu gap, balkim siz uchundir. Uni o'zingizni qalbingiz hal qiladi. Hech kim xalqning vijdoniga. Kelganlar bor. Kelib
xabar olib, duomi olib ketayotganlar bor. Ijodlari yurkirayapti. Ijodi bardavom bo'lsin. Lekin kelmagan, indamay salomimni aytayotganlar, o'zim deb chiqayotganlar bor. Shularni eshityapman, ko'ryapman. Mana hozir internet rivojlangan payti, hamma narsa telefonda yetkazib berilyapti, hamma ko'ryapti. Shularni ko'rib turib, qandaydir dilim og'riydi. Dilim og'riydi. Chunki mehnatimga ichim aytishadi. Chunki buzib aytishadi. To'g'ri. Buzmay aytsin, menikidek qilib aytsin. Yo'q, hali archani etiga betiga o'yinchoq yasab qo'ygan chiroyli archani etiga betiga qog'ozlarni qo'yib qo'yib men qildim, deyapti. Ular. Lekin men ijodimga ichim achishadi. Men bu yerda 25 yillik mehnatim bor. Men elni qalbiga singadigan chiroyli salomlarni so'zlar durdonasini tuzishim uchun menga katta mehnat talab qilgan, peshona teri qilganman. Kechalari uxlamay tayyorgarlik ko'rganman. Bu tayyor oshni ilib ketganlarga bir so'z bilan muallifsizda. Ha. Buni egasiz. Buni isboti ham bor menda. Isboti ham bor. Mana shu yo'nalishda o'zini maromiga yetkazib olib chiqa olgan, shu yo'nalishda haqiqiy muallifi deb ta'rif bergan insonlar bor. To'g'ri. Bu qo'riqchini haqida endi bir ma'lumot bering. Qalqoningiz, qo'riqchingiz. Qo'riqchim. Qizim, bu meni ikkinchi qizim. Bu meni jonim, jahonim, borlig'im, oftobim, quyoshim. Kasal bo'lsam, xafa bo'lmang. Kasal bo'lsam, shifokorim. Ko'nglarim tikadigan chevarim. Qur'on tilovatlar qiladigan, Qur'on xatm qiladigan o'tinchoyimim. Yashang. Uylarda pokiza tutadigan saramjon sarishtam. Yuragimga farishtam, jonim qizim meni. Hamisha to'ylarda ham meni ehtiyot qilib olib yuradi. Mana shu qizim borligi uchun tikka yuraman. Endi men ham kundan kunga nima deydi, yoshim kattayapti. Sog'lig'im har zamonda og'rib o'zgarib turadi. Qizim yonimda shay turadi. Masalan, meni yo og'rib qolsam, yo bir narsam shart ilib ketib, aytib ketadigan darajaga olib kelib qo'ydim. Yonimda internetlarda ko'ryapmiz. Opa akagacha aytyapti-yu, internetlarda ko'ryapmiz. Davralarni to'g'rida ey opa aka. O'zingiz ansambl qilyapsiz. O'zim oilaviy nima tuzib oldim. Oilaviy dastur tuzib oldim. O'g'lim Muhammad Ali qo'shiq kuylaydi, apparat qo'yardi, dadasining ishini davom ettirdi. Cholim o'zi apparat qo'yar edi. Qizim qo'shiq aytadi, men salom aytib davrani olib boraman suxandonlik qilib. Hammasini chiqayotgan ayollarni chiqib kelguncha she'r bastalar olib chiqaman. Haligilar menga mahliyo bo'lib, meni nima deb chaqirar ekan, endi menga nima der ekan deb turishadi-da. Shunaqa qobiliyatim bor meni. Chiqib kelayotganda o'zi bilib olaman. Tilla purishmi, maxsus purishmi, bozor purishmi, meva purishmi bilib olaman uni. So'rab yozib olaman-da. Keyin chiqayotganda haligi opaga so'z kelganda uni ta'rifini keltirib chaqiraman. Qanaqa qilib yoningizga kelib qolganda bilmaydi. So'zga chiqmayman deyish olmaydi. Chiqayotganda men nima der ekan deb turib oldimga kelganda bilmay qoladi. Endi ashini ham o'g'illaganlar bo'ldi. Ashi qiz donasini, kuyov donasini ikki tomoniga hazil parodiya qilaman-da, o'g'il tuqqan o'ng tomonimga, qiz tuqqan chap tomonimga turinglar. Chunki o'g'il tuqqan gubernator deyman. Qiz tuqqan sen keyin gapirding. Desa, voy deb kulishadi. Shunaqa qilib yuzoshlari chiroyli, ko'tarinki kayfiyatda, qiziqarli qilib olib boramiz. Sir bo'lmasa bir kunda nechta salom yurgaysiz? 4 ta, 5 ta. Joyiga qarab. Joyiga qarab. Chunki telefon qilib zakaz qilayotganda siz qayerda yashaysiz, qayerda to'y bilib olaman-da, hammasini paparatka qilib, soat manchaga sizga boraman, soat manchaga sizga boraman deb o'z kelishtirib olaman. Hammasini zakalatini olib olaman. Kunlarda iz bosgandan kelmay qo'ydingiz. Ha, iz bosgan. Shu yerdan bitta uy qilib qo'ya qoling endi. Bor, bag'rini ochgan insonlar bor. Mashatda yashang deydiganlar bor. Men endi o'zim uyim bilan to'shagim. To'g'ri. O'zim uyimga kelib, mazza qilib dam olishimga nima yesin. Qayerga borsam, ashitda hardor chiqadi. Qoling xola, qoling. Yaxshi ko'ryapmiz dedik. Yaqinda ham Marg'ilonga to'yga bordik. Yondirib keldik. Ashitdagilar yo'lda kelsa, orqaga qaytinglar dedi. Nima qildik ekan? Pulni ko'p to'lashuvardimi ekan? Desak, yo'q, yaqib qopsizlar. Ertaga yuzashni ham o'tkazib ketinglar dedi. Ular yuzash to'yxonada bo'ladi. Yo'q, ertaman biz yana izbosganga ketishimiz kerak. To'yimiz bor. Dedik, uzrimizni aytib, yana uyimizga kelib oldik. Demak, bir kunda 4 ta. Juda ham yaxshi. Kimisidir bir orada kutib qolishi mumkin, lekin juda katta vaqt talab qilmaydi. Yo'q. Haqiqiy muxlis kutadi. Kutadi. Ozgina razasa qiladi, lekin kutadi Xudo. Hammasiga yetkazsin deb Xudodan tilab aytaman, namozlarimni o'qib, Xudodan tilab, dorilarni olib
hammang joy-joyini top. Kechgacha menga javob. Bormay turish deyman. Ketaman. Yashang. Aytib o'tganimdek quvnoqlik bilan o'tadi bugungi suhbatimiz. Ichim to'la dard bo'lsa ham ko'zim kulib turadi. To'g'ri. Ko'zim kulib aytishga harakat qilaman. San'atkor shunisi bilan san'atkorda. G'amni, tashvishni xalq ko'tarmaydi. Marhamat talantlar qanday bo'lib, qanday bu qolib ketdingiz? Nima bo'ldi endi marhamat talantlar? Marhamat talantlar ko'rik tanlovi 75-74-yil bo'lgan. Bo'lgan meni bilishimcha. Shunda meni maktabdan tavsiya qilishgan. Maktabdan tavsiya qilganda To'xtashvoy Qodirov degan domlamiz olib borgan meni ovozimga ishonib. Endi ashula hozir esimdan chiqib ketdi. Andijonsan degan qo'shiqda aytganman. Olamga nur taratgan bir dona Andijonsan. Respublikamda tanho bir dona Andijonsan. Nodiraga vatansan, Boburga jon o'tansan deb aytganman. Shuni matnlarni yo'qotib qo'ydimmi? Ben hozir mana esimga keldi endi. Sen savol beruvding, esimga keldi. Shuni xalq bundan turib ketgan. Kim beruvdi ekan buni qo'shig'ini? Shu domla topgan ekanda. Shunaqa chiroyli aytganman, hamma undan turib ketgan. O'zi birinchi 7-sinfda aytgan qo'shig'im Farg'onam meni aytganman. Qishlog'imiz klubida 8-martda Go'zal Farg'onam qo'shig'ini rosa chiroyli aytar edim-da. Bir kelsam bahor edi, tong kulib boqar edi. Quyosh tog'dan nur sochib bulutni yoqar edi. Go'zal Farg'onam meni, sahiy durdonam meni deb aytganman. Shunda ham hamma yaxshi ko'rib qo'ygan. Domla meni tanlab, ashulalarni o'rgatib, qo'shiqni o'rgatib Andijonga olib borgan. Masjavodmi degan yerda Masjavod degan yerda orqasida shunaqa zal bor edi. Ashitda men aytganman. Hamma undan turib ketgan. Zo'r ovozni qarang, ovozni qarang. Darrov betoxonaga olib kirishdi, boshliqlariga o'tdi dedim, marhamat talantlarga. Uyga ovozim mayatda keldim, men o'tdim desam, mana deyishdi. Yosh edingiz ekan. Yosh edimda deb qolaverdim. Keyin domlar borishing kerak dedi. Kimdir nima qildi-da, endi keyin marhamat talantlarga boraman deb, yo'q, Andijonga borib qo'ydi, o'qishga borib qo'ydi. Ashitga borib qo'yman yana. Endi ashunda Qo'rg'ontepadagi ko'rik tanlovda Farida Marva ham qo'shiq aytgan, men ham qo'shiq aytganman. Andijonga borib ham ikkovimiz qo'shiq aytdik. Bu doira chola aytar ekan Farida Marva. 10 ga 7 ballmi, 8 ball berishdi, menga ko'p ball berib yuborishdi. Lekin og'zim, qulog'imda kelib turib, torizim qo'ltig'imdan tushdi. Borgizishmadi. Namangan madaniy oqartuvga ketib o'rganman. Kitobni yaxshi ko'rardim. Kitobni joni dilim edi. Kitob o'qishni yaxshi ko'rardim. Kechasi yoki ovqatlansam ham, yesam ham, istamam, oldimda kitob turardi. Borsam, meni qabul qilishdi. Ashitdan dokumentni ham nasiya qilishib, meni olib kelishdi. Paranjiga o'rab. Paranjiga o'rab olib kelishdi. Endi enam o'lib qolaman, yerga berib olay deb shashilib turib oldi. Orzulari yurakka ko'mib, mana shu ishga kelin bo'lib keldim. Yo'q, Allohga shukr, xo'jayinim tushungan, yaxshi inson, san'at sevar inson edi. Nevara ko'rganimda ruxsat berdi. Yashang. To'ylarga. Qizg'onmaydigan paytingizga yaxshi bo'pti. Yo'q, qizg'anar edi. Unda yo'q, endi baribir yoshlikdan ko'ra ancha vaqt o'tdi-ku oradan. Lekin har doim yonimda bolalarim bilan, sharti bilan. Bolalarim bilan yurasan. Yonimda o'g'lim, qizim, nevaram bilan borib kelar edim. To'yda aytib turiblar, boshimda ro'molim bilan, sharma hayom bilan, sartaroshxona sallon-pallonni bilmayman, hash mahalda ham. Men xuddi shunaqa yana bitta oilani bilaman. Domla deymiz, Dilmurod aka, turmush o'rtog'i Zulxumor opa Qoraboyevani mana hamma qizlarini uzatib bo'lgandan keyin, nabiralariga xonadoni to'lgandan keyin yuzoshlarga o'zi olib chiqib, billa apparat qo'yib, kimdir havas qilgan bo'lsa, shu to'yxonalarga borib chiroyli qo'shiqlarni aytib kelishadi. Juda ham chiroyli. Onamiz bilan juda ham chiroyli suhbat qildik, o'z yonida bo'ldingiz. Ona doim siz uchun shundaymi yoki qay ma'nodadir injiqliklari bormi? Keling, ona haqida ta'rif bering. Ona haqida. Meni onam avvalambor o'zligidan kechgan. Bu dunyoda
borlig'im onam. Hamma narsa har vaqt o'zidan kechgan, o'zini bor orzu havaslarini ko'mgan va uni ustida o'yinga tushib bergan meni onam bo'ladi. Onam to'g'risida juda ko'p narsalar aytishim mumkin. Avvalambor o'zi boshida aytib o'tganlaridek, biz onamni allalari bilan katta bo'lganmiz. Yoshligimizda juda ko'p svetlar o'chardi. Oldingi zamonda farzandlarimiz endi hozirgi zamonda kelishtirganda oldingi zamonda juda qiyinchilik bo'lgan bizda. Ko'p qiyinchiliklar ko'rganmiz. Otam ham san'atkor inson bo'lgan, onam ham san'atkor inson bo'lgan. Otam barcha apparaturalarda ustasi bo'lgan. Dadam to'ylardan topib kelsa, onam ham to'ylardan topib kelgan. Xullas biz to'ylarda nonini yeb katta bo'lgan va bularda ashullalari bilan, allalari bilan katta bo'lgan farzandlarimiz. Onamni yurak bag'ri to'lib ketganda, ko'p siqilganda alamlarini allalaridan olar edi. Yoshligimizda shu allalarini eshitib katta bo'lganmiz. Ko'p o'ynatar edi, ashullalar aytar edi. Borib bizni qanday orzu havaslarimizni yetishtirish maqsadida ham shu onam to'ylarga chiqqan deb o'ylayman. To'g'risi. Onamni oldingi qiyinchiliklarni eslasam, yig'lagim keladi. Onamga juda rahmim keladi. Har qanday kasbni kechib, har qanday vaziyatdan chiqib, onamni yonida butun umr oldida bo'lgim keladi. Bir so'z bilan muxtasar onamni nima deb atagan bo'lardingiz? Bitta so'z bilan. Jannatim, farishtam onam. Yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Umrlari bir tasavvur qiling-da, masalan, onaga juda bog'langansiz, o'zlari aytib o'tdilar, yontayog'im, qalqonim, qorovulim. Tasavvur qiling, ertalab turdingiz, onangiz yo'q. Tasavvur qila olmayman. Sig'maydi. Hech qachon tasavvur qila olmayman onamsiz. Menga bu olam kerak yo'q agar. Chunki dunyo tan olgan inson meni onam bo'ladi. Onamsiz tasavvur qila olmayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Siz farzandlaringizga onangiz bergan mehrni bera olyapsizmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Bera olmayapman deb o'ylayman. Nega? Imkoniyat juda keng. Chunki meni onam butunlay boshqacha bizga mehr berganda, nima aytsak shuni olib berar edi. O'zi kiymasa ham kiydirgan, yemasa ham yedirgan. Manaqa orzu havasim bor, manaqa joyda o'qishni xohlayman. Xo'p derdi. Yo'q degan gapni eshitmaganmiz. Xo'p derdi. Chunki o'zi onam yetimlikda katta bo'lgan ekanda. Orzu havaslariga yeta olmagan, havas qilgan narsasini kiya olmagan, shuni bizga olib berib, kiydirib, o'qitib, armondan chiqadigan inson meni onam bo'lgan. Yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Onajoningiz uchun, butun o'zbek volidalari uchun o'zingizni tilaklaringiz. Ilohim barcha onalar, butun farzandlarning onalari hamisha sog' bo'lsin. Avvalambor sog'lik bo'lmasa, hech narsa, boylik ham, kiyim-kechak ham, borki narsa hech narsa tatimaydi deb o'ylayman. Avvalambor faqat sog'lik, salomatlik tilayman. Farzandlari uchun sochlari oqarsa ham, kiyimlari eskirsa ham, hech narsa ololmasa ham, davrasini to'rida onasi sog' o'tirsin. Onasi bor bo'lsa bo'ldi. Men uchun bu dunyoda onam bor bo'lsa bo'ldi. Qolgan hamma narsadan kechaman. Va farzandlarimga ham onamdek tarbiya berishga harakat qilaman. O'zingiz ko'rayotgandirsiz, onamda bor narsa menda ham bordir. Bizga onamiz yoshligimizdan shu ro'molda boshimizdan tushirmaslikda shunaqa to'g'ri tarbiya bergan. Shu salomlarning ichida Real Madrid bo'lishi shartmi? Nima? Endi bu Realchi shunaqa narsalarni qo'shib ketasiz. Ha, bu meni o'zim ijodim. Birinchidan men futbol muxlisiman. O'zimizni Paxtakor terma komandasini muxlisiman. Shu televizorda qo'yiladigan kuni oldiga o'tirib olib, xo'jayinimga ham, bolalarga ham qaramasdan tep, ur deb turar edim. Shundan tug'ilgan ijod bu. Keyin shu ishlari hech bo'lmasin nol. O'ynaganlari faqat futbol. Real Madridchasiga, Barselonachasiga, Juventuschasiga uringlar gol deb o'zim ijod qilib, bu hammaga yoqib qoldi. Hatto shtangislarni kiritganman. Asta-asta yo'talganlar, bizni Ruslan
polvonday shtangalarda dast ko'targanlar, hakam ko'nglini xushlaganlar, Hasanboy Do'stmat qisqacha ringda raqibini mushlaganlar. Buni hamma ham eplolmaydi. Yo'q, eplolmaydi. Bu yuragimdan chiqqan dard bu. Yuragimdan chiqqan gap, ijod bu. Eplayman deyishyapti, lekin eplash olmayapti. Buning chunki meni bu mahsul meniki, ijod meniki, mehnat meniki. Gulini guliga dolini qilib aytishsa, xursand bo'laman. Men shu futbol komandasining muxlisiman. Real uchun ayniqsa. Sherali Jo'rayev bilan qanday to'qnash kelib qoldingiz? Ha, bu hayotimdagi eng yorqin xotiralarim. Rahmatli Shahnoza xonim bilan Jalaquduqda Olamaydon degan yerda bir buxgalter uyida to'y o'tkazayotgandik. U ayolam rahmatli bo'lib ketdi. Meni salomlarimga hayron bo'lib qoldi. Gangib qoldi. Qo'limda nima ukam shu olibdi, menga yozib berib ketasiz deb. Meni Sherali Jo'rayev to'yiga olib ketishgan odamlar tayyor turibdi. Yonimda shu qizim bor. Borsak Buloqboshini Chaqar qishlog'ida bir yerda to'ydan endi Sherali kelibdi. Odam tumonat. Hamma bor aytyapti, ustoz kuylayapti. Endi men o'zi shaydosiman qo'shiqlarini. Yoshligimdan Sheralini qo'shig'i bilan katta bo'lganman. Endi ko'raman ekan o'zini deb bordim. Katta sahnada qo'shiq aytyapti ustoz. Xondan borib aytdi, opaga navbat beramiz ekan deb turib tursin dedi. Uyda egasi ham borib aytyapti, opani olib ketib turib tursin dedi. Yana o'rtakash ham borib aytyapti, turib tursin dedi. Rosa men kutib turib 10 ta qo'shiq aytdi. Qarasam hech kim eplolmayapti. Shat sahnaga chiqdim. Mana shunday tursam, nima turibsan dedi. Sizdan dedim ruxsat olgan turibman. Meni ham to'yim bor edi dedim. Meni ham bir paslikka olib kelishdi bir nimaga dedim. Yana bitta to'y qarab turibdi ustoz dedim. Desam, ha bo'pti, turib turdi, yana ikkita qo'shiq aytdi. Turaverdim. Keyin o'ziga ajratilgan taxtiravonga o'xshagan yerga borib o'tirib menga mikrofonni berdi. Endi shunaqa aytdim, o'zim ovozimni o'zim tanimayman. Endi apparatlar ham dahshat. Shunaqa chiroyli aytdim, oxiri Sheraliga qo'shiq aytdim. Sanatlari qirrali, ovozlari shirali, ko'ring bizni Hofiz Sherali. Ovozlari jarangdor, hurmatlarga sazovor, o'zbekistonlik Hoji Sherali deb endi qo'shilib kelishtirib aytdim. Aytdim, o'rnidan turib chappay cho'sa, hamma pulni ustoz gapga beryapti. Keyin bu seniki dedi. Ma dedi, bu sening mahsuling dedi. Menga deb pullarimga bar pullarimni berib qo'ydi. Sahnadan tushib ketayotganimda, haloyiq, bu opani so'zi o'ziniki dedi. Ashetta. Birovda qo'shig'ini aytayotgan chala hofizlar opadan o'rgan ol dedi. Shuni zapsini topdim, xudo xolasa. Menda bor dedi bittasi. Nomerlarni oldim. Birovda qo'shig'ini aytib, olqish olayotganlar eshitib ol dedi. Opani qo'shig'i o'ziniki dedi, so'z o'ziniki dedi. Men ancha-munchaga tan bermasdim, otangga rahmat dedi. Ilohi amin dedi. Duo qildi. Xursand keldim. Ham pulli bo'ldim, ham duoli bo'ldim, ham avliyo. Ha, yashang. Salomlar, qo'shiqlar o'z yo'liga. Endi farzandlaringiz bor, nabiralaringiz bor. Allada nima gaplar? Nodirbek, allalar. Alla bolalarimga alla aytib, armonlarimni chiqaradi. Yoshligimdan shu ijod qilgim kelib, ovozimni ishlatgim kelib, mashatim bo'shatgim kelib, alla aytar edim. Bolalarimni yotqizib olib, yo beshikka bo'lib olib, alla aytar edim. Allalarim bilan uxlatib, ular uxlagandan keyin o'zimni ham ko'nglim ichim bo'shab, armonlarim to'kilib uxlar edim. Repetitsiya tugaydi. Qo'shnilar ham eshitib, allalarim muxtasarxon boshladi. Allani deb, yaxshi aytyapti deb turar ekan, rahmali qo'shnimiz. Shunaqa o'zim hayotda ham 3-4 marta birinchi o'rinda oldim alladan. Alla konkurslarida. Alla konkursida o'zimiz so'zlarim bilan allani bilan konkurslarda ko'p yaxshi o'rinlarda oldim. Demak, xalqona alladan yiroqlashdingiz, o'zingiz so'zladingiz. Xalqona alladan o'zim bolalarimga aytganimni aytmadim, lekin o'zim konkursga tayyorladim. Ehtimol o'qigan kitoblarim esimdan qolgan bo'lsa, shulardan foydalangandirman. Yolg'on gapira olmayman. Ehtimol miyamga ashi joylashgandir, ehtimol yuragimdan chiqqandir. So'zlar hech kimniki bo'lib chiqmadi, hamma menga tan berib yubordi ashitdan. Chiroyli qilib allani yoriga yetkazib, aytib, konkurslarda yaxshi o'rinlarda oldim. Keling endi ikki kuplet alladan ham eshitaylik. Doira chalayting. Ha, doira chalib ayting. Shu konkursga tayyorlagan allamni aytib beraman, ha? Aha. Alla bolam, alla yo, alla shirin bolam, alla yo.
shirin bo'lam alla yo alla uxlab qolgin bo'lam alla alla yo qora ko'zim ko'zim o'nchog'im alla yo alla alla bo'lam alla yo alla atirgulni yaprog'idan alla yo alla binab qo'yay bellaringga alla yo alla oyni zarin nurlarida alla yo alla do'plargay to'ylaringga alla yo alla oyni zarin nurlaridan alla yo alla do'plargay to'ylaringga alla yo alla jonim bo'lam alla shirin bo'lam alla yo alla tog'da kek bolasi yo alla yo alla shirin uzum mevasi yo alla yo alla beshidagi polvon bo'lam alla yo alla qirq yigitni jo'rasi yo alla yo alla Yashang. polvon bo'lam alla jonim bo'lam alla Qoyil. Rahmat, salomat bo'ling. yana Baribir o'zbekni allasi, o'zbekni bu yo'nalish buvilari. stil boshqacha bo'lgan. Hech kim dallasiga o'xshamagan bo'lgan. Yana stilim hamma boshqacha yo'nalishda. Haligi Habiba Oxunovaning allasiga ham o'xshamaydi, bu Xalqona allaga ham o'xshamaydigan stilni o'zim topganman, muzikasini. Salomli muallifa. Mana allaga mualliflik qilyapsiz. Ko'p ko'rik tanlovlar g'olibasi, alla konkurslarini g'olibasi. Adolatli qaynona konkursida ham muvaffaqiyatli o'rin olganman. Agar menda imkoniyat bo'lganda sizga bir chiroylik o'rin sovg'a qilgan bo'lardi. Sen berib bo'lgansan. Chala hudud to'yda xalqni ichidagi o'zini hurmatiga loyiq inson. Davlat tomonidan unvonga ega emas, lekin xalq unvoniga ega bo'lgan opamiz degansan. Miyamda turadi hali ham. Rahmat, salomat bo'ling. Hali ham aytaman. Rostdan hamda bu hozir javobligingiz, so'zamonligingiz kelgan paytda yig'i solib, kelgan paytda quvnab salom aytish har kimga ham emas. To'g'ri. Bunga qalb, yurak, qalam Albatta. va yurak o'zi aytib Ijod, o'tgandek ovoz, ijod, ovoz kerak bo'ladi. So'z. So'zamonlikda endi mana bu Bu ko'p kitob katta o'qilgan. daftar nima endi meni oldimda turibdi bu bir varaqlaylikmi shu nima bu endi? Buni hali ochib bergan ochgan qani? Ko'zoynak. Qani? Ha, uni. Meni bu dunyoda faqat shu 4 tala farzandim ushlab turdi deyman. Og'ir kunlarimda, kasal bo'lganimda, tushkunlikka tushganimda, hayot tashvishidan to'lib toshganimda farzandlarimga suyandim. 4 tala farzandim, 4 ta umidim. Shu 4 ta farzandim umid yulduzim. Yuragim qayg'urma, yig'lama ko'zim, demak bu hayotda o'chmaydi izim. Yashang. Deb 4 tala farzandimga atab yozgan she'rimni o'qib beraman. Qani? Katta qizim, mehri daryo go'zalim, ham tengi yo'q asalim, farzandlarimning boshi, umrimni sen quyoshi. So'zlaring jonga malham, sen bilan go'zal olam, g'amlar kelsa g'amdoshim, Xudo bergan sirdoshim. Tinim bilmas yozi qish, har sohadan topar ish, omon bo'lgin matlubam, sira ko'rma g'am tashvish. Duo qilaman har dam, Shahriyor senga hamdam, topganing bo'lsin tillo, yuzdan oshgin matlubam. Bir kunda yozganman shularni. Endi bu qizimga. Mahbuba qizim, chevarim, eli yurtda sevarim, qo'li shirin pazanda, taomlari xo'p mazza. Uylari ko'p saramjon, sarishtadir har ishda, farzandlariga mehribon, misoli bir farishta. Suhbatingga mushtoqman, sog'inaman
kunu tun baxtimga bo'lgin omon sen bilan bag'rim butun farzandlarim sardori onajonisini hardori 100 yillab yashnab tursin qizim umring bahori. Yashang. Endi bu hozir telefon qilgan katta o'g'lim. Ha, safardagi o'g'lingiz. Katta o'g'lim Abdumuso, so'zlaring dardimga shifo. Xudo bergan ne'matim, ham savlatim, davlatim. Sahar turib kech yotding, g'amimni birga tortding. Dard kelganda dardoshim, qalb gavharim, quyoshim. Onasiga mehribon, biroz injiq shirinsuxon. Tilab olganim, Xudo bergan polvonim. Omon bo'lgin Musojon, yuzdan oshgin iloyim. Murodingga yet bolam, omad bersin Allohim. Endi kenjatoyimga Rossiyaga ketgan mashina olaman deb. Tegicha mashina olib qo'ydim. Hay, yashang. Muhammadanimga erka bolam arslonim, Xudo bergan polvonim, ko'zlarimning nurisan, o'zimni shirin jonim. Yuzi ochilgan gulim, ovozlari bulbulim, qo'shiq aytib mashq qilar, sira bilmaydi tinim. Tabiatan og'irroq, ammo sal qiziqqonroq, hammaga teng mehribon, opalariga ham posbon. Boshingdadir toji taxt, murodingga yet faqat, Rossiyadan kelguningcha o'g'lim, zo'r mashina senga naq. deb mashina olib qo'ydim. Yashang. Salomat bo'ling. Bu to'y daftarmi? Yo'q. She'r daftarmi? Ha, bu chevar daftar. Universal ekan-a uylarda. Qizimcha buni domida o'tirib bir kunda 14-mayda 2020-yil 14-mayda yozganman. Shuni. Bir kunda to'rala bolamga bir to'lib toshib ketdimda o'ylab turib, shunda orib qoluvdimmikin, mendan keyin o'qishadi degan xayolda bas yozib qo'yganman shuni. Menga tez improvizatsiya, tez so'z keladi. Birada yillab yo'qolib ketishi mumkin bunaqa ijod. Birada bir kunda 10 ta emas zo'raman. Odamlar keladi, onamni tug'ilgan kuniga yozib bering deydi. Konkurslar bo'ladi. Qizlar tanishtiruv qismiga sherik qilib yozib beraman. Hammaga ma'qul bo'ladi. Dadasini kasbkor, onasiniki, o'zini qiziqishlari, orzulari hammasini mujassam qilib yozib beraman. Shu vaqtga moslab, ularda vaqt beriladi. Endi ijodga qiziqqan odamga chiqaradi Nodirbek. To'g'ri. Bir yili Amir Temurda 660 yilligini nishonlab konkurs bo'ldi. O'shanda ham birinchi o'rinda oldim. Shunda mashq qizim 14 yashar qiz edi, maktabimizda bo'lgan. O'zimni she'rim bilan boshlaganman shunda ham. Gullarga to'ldirib keldi Navro'z, qalbimda hamisha hamohang hamro'z. Sog'indim bahorim, sog'indim seni. Assalom bahorim, assalom Navro'z. Gul ochgan butoq va chechaklar go'zal, tanbur navosila yozilar g'azal. Qalbimda hamisha mangusan azal. Assalom bahorim, assalom Navro'z. Yashang. Baribir ijodkor bilan suhbat qilish mazza-da. Haligi yaqinda ham bir Shabbon ko'p atamashinlar bilan suhbat qilganimizda birinchi galdagi suhbatimizni elga bir chiroyli qilib o'zini kimligini tanishtirdi va ikkinchi kecha kuni Muhammad Yusufni qabristonini ziyorat qilib, keyin yosh diplomatlar maktabida ular kitob yozar ekan, kitobini taqdimotini qildik. Qarang, kitob yozar ekanman Shabbon. Kitob yozar ekan. Onamizni taqdimotini qildik. Bugun Xudo xolasa YouTube'ga qo'yamiz. Kelasi safar albatta 3-4 kundan keyin sizni Oynai jahonda ko'rishadi hamma. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Onajon, endi bundayda sho'x, quvnoq bo'lish ham o'z yo'liga. To'g'ri, xonadoningiz tinch, farzandlaringiz o'zingizni ko'zingizni oldida tinchsizda. Lekin Muxtasarxonni orzu armonlari ham bormi? Armonsiz inson bormi bolam? Armonim shuncha mehnat qildim, farzandlarimni katta qildim, uyladim, joyladim, nevaralarimni katta qildim, jigarlarimga yaxshilik qildim, hammasiga yordam berdim. Endi Allohning uyini, Ka'batilloni ko'rib kelish orzuyim. Armonim shu. Yeting. Buni o'ylasam o'pkam to'lib yig'lagim keladi. Kecha kunduz ibodatdaman. To'yda yurib ham namozimni tashlamadim. Qazolarim ham kelib bo'lsa ham o'qiyman. Allohga shukr, meni baqib katta qilgan enam ovozim yaxshi. Ilm o'qiysan deb yonimizda qo'shni enaga berib ilm o'qitib qo'ygan ekan, yaxshi qilgan ekan. Mana Qur'onni chiroyli o'qiyman. Meni dadam onamni yaxshi ko'rib sevib olgan ekanda. Olgan ekan, 4 yilmi 5 yil farzand ko'rishmabdi. Keyin meni ena keyin Jallobodga borib tilab kelishibdi. U mahalda kakil tilash degan o'timlar bor edi ekan. Borsa, Ayub payg'ambarimiz shayxlari soqoli tizzasiga tushgan chol ota
ko'zadan kakil olib bergan ekan dadamga. Qiz farzand ko'rasan, ismini Muxtasar voqea kitobini atini qo'yib kelasan deb. 2 yildan keyin olib borsa ko'zlari ko'rmay ancha nima bo'lib qolgan ekan. Shunday meni boshimga qo'lini qo'ygan ekan, mana Muxtasarxon deb. Buni jahon tinglaydi degan ekan. Qo'y. Bu mo'jiza. Mo'jiza. Keyin dadamiz shunda sendan bulbuli go'yo tug'iladi degan ekan. Bu bitta mo'jiza. Ammam hayron qolar edi. Dadang seni shunaqa der edi, men artist qilaman qizimni der edi. Deb ammam yo'l qo'yar edi. Ko'p bekitib bo'lsa ham konkurslarga olib borar edi. Lekin enam to'sqinchilik qilar edi. Amakimlar qayerda ashula aytsam bitta chaqimchiga aytib qo'yardi, kalta yerdim. U zamonlarda ayol kishini hofiz bo'lishligiga, artist bo'lishligiga to'sqinlik ko'p bo'lgan. Shunaqa. Armonlari shu. Armonim endi shu Allohning uyini ko'rish. Eng ezgu orzuyim Allohning baytiga borsam, tavof qilsam, ibodat qilsam, bilib bilmay qilgan gunohlarimni yuvib, yorug' yuz bilan qaytib, men ham qalbim tinch ibodatda o'tsam. Iloyim. Birato'la 100% ibodatga o'tib ketmaysiz, xalq tinch qo'ymaydi. To'g'ri. Borib kelib ham salomlarga chiqasiz, chiqmasangiz. Endi yog'i nasib. Alloh nasib qilsa, qudratim yetsa, ovozimni Alloh berib tursa, odamlar chorlasa, muxlis bo'lsa, hatto 20 yil kutganlar bor. Meni mash bolam 1 yoshligida sizni orzu qilganman deganlarga boraman. Shundagi faxr tuyg'usini qanday tushunasiz? Endi aytsam maqtanganga o'xshaydi. Yo'q, maqtanadigan yo'q. Lekin mehnatlarni qildingiz. bir yerga to'yga bordik. Shu opa kelsa qo'y so'yaman deganman. Chiqib qo'ydi desa xotini qaysi qo'yda aytyapsiz, qaysi qo'yda aytyapsiz. To'xtang. Bor qo'yib yuboraman. O'shalar, hozir so'yib yuboradi. Nega qo'ylar kerak emas? Qo'ylar kerak emas. Hatto sarpoqlar qilib jo'natadiganlar bor. Opa kelsa kiydiray deganman. Bular men uchun katta faxr, baxt, mehnatim mas'uliyati. Nima mahsuli? Mehnatim mahsuli deb bilaman. Endi odamlarga osonga o'xshaydi. To'g'ri. Yarim soat 15 minutlikka borib keling opa. Meni bir kunim ketadi o'sha yerga borib kelish uchun. Endi menda charchash bo'ladi, har xil holat bo'ladi. To'rtta tabrikni eplab ayta olmaydiganlardan chiqadi bunaqa so'z. Shu ikki og'iz gapda ayta olmay labidan gap to'kilib ketadiganlar oson tutadi. O'zi eshak bozorga ham dallol deydi, so'zamol bo'lsa bo'ladi deydi. Shu yerda ham eshak sotishni xatini qarang, yaltiroq, tuyog'ini qarang, qaltiroq qilib sotish kerakmi? To'g'ri, eshak bozorga ham dallol usta bo'lsa eshak o'tadi. Bo'lish kerak. To'g'ri. Har vaqt molda ham 4 tovoq suti bor, bir piyola qaymog'i bor qilib o'tkazib yuboradi. Shunaqilar bo'ladi. So'zamol. Hayotingizda mol qo'yam soqqansiz-a? Voy, boqqansiz. Yoshligimdan dalada mol boqib katta bo'lganman. Molim oldiga o'tdi, yurib tun, ko'm qilib qo'yib turib, o'zim kitob o'qib, ashula aytardim. Platada o'tirib olib. Havasda endi molimni arg'anchilib ushlab olib ham ashula aytib ketardim. Vohoy bola degan ashulalar bo'lar edi. Onajon, men bolangman degan ashula chiqqan edi. Men bolangman, tilagingman, tilagingman onajon. İshon tolsam quvvatingman, madoringman onajon. Onajonim, onajon. Shuni qaytar-qaytar aytaverardim. Bitta san'atkorni tanlang. Kimga taqlid qilardingiz? Kimni ustoz deb bilgan bo'lardingiz? Menmi? Rahima Mirzohidovani yaxshi ko'rardim. Shu ayol bilan Qo'qonda uchrashib qoldim. Yashang, Madaniyat uyidan folklorlarni to'plaganda borganman. Oldimda sen menga o'xshaysan ekan-a deganda lakkalarni o'rab olganman, adres nimalarni kiyib olganman. Qani ovozingni menga o'xshatyapti dedi. Keyin omon yorda aytib berdim, duo qildi. O'sha yerda. Ilohim meni yo'llarimni bersin dedi. Shu ayol ancha uzoq yashadi, ijod qildi, ko'p ijod qildi. Endi opani oldida aytgan nima, omon yorim aytib bering. Ayting.
Aman aytib boramini aman ya. Yaxshi zamonlar kelsin aman ya deb aytib bering. Mazza qilyapsiz. San'atkorni oldida o'tirib haligi qo'shiqni rost akasimiga живой eshitishmasdi-da. Endi Buni ishqi doirani bo'lakcha. bilmayman, uncha yaxshi bilmayman, lekin tatalashib yurib o'rgandim shuni. Yo'q, yaxshi cholyapsiz. Bunaqa professionalga o'xshab chololmayman. Ya, ayollarga professionallik shart emas doirada. Folklor. Dumra qasr bo'lib tursa, ovoz ketsa bo'ldi. O'qimaganligimga yarasha ko'p kitob o'qiganim uchun bog'chada ishladim, mavsumiy bog'chalarda ishladim, ambulatoriya KVPda ishladim. Shu yerda ham tadbirlarda harakat qildim. Tadbirlarda ko'zi ko'rindim. Shu yerdan madaniyat uyiga folklor ansambliga badiiy rahbar qilib ketishdi. Xonobod ohangraba ansambliga badiiy rahbar bo'lib ishladim 6 yil. Shu yerda ishlab Masharif Yusufov Gullar bayrami bo'lar edi Xonobodda. Gullar bayramida bitta lapar aytdim, hamma Xonobod ahli o'yinga tushib ketdi. Xonobod ahli o'rnidan turib chapga chorib, ichaklar uzilishib qoldi kulishib. Shu yerdan Andijon mustaqilligiga 2007-yili 27 edi mustaqillik bayramimiz. Shu yerga bordim. Ashlaparimni hamma yerda yaxshi qabul qilishdi. Ozgina aytib beraymi? Aytib bering-da. Satang joyi juda zo'r ekan. Andijonda ham shu madaniyatdan bordik. Yaxshi ham laparimiz bor. Hech kim bilmasib o'tmayapti. Raqqosalarimiz ham yaxshi o'ynamayapti. Dilshod Ro'ziboyev o'g'limning bochasi bo'ladi. Shuni maqomi o'tdi, meni laparim o'tdi. Ha, Dilshod ekan. Shunda Xurshid bilasiz degan o'lib qoldi shu odam. O'rnidan turib ketdi. Bunaqa qilib. Shuni kichkina doirani ko'taryapman. Opaga katta doira beringlar iltimos deyishdi. Hamma zal o'rnidan turib ketdi, xotinlar o'yin o'tishib ketdi. Shu oxiri o'zimni ijodim bu ham. O'zim topgan so'zlar. Xalq so'zdan olganimdirman, foydalanganman, yala bor o'zi. Deydi nimasi bor, lekin so'zlarni o'zim qo'shganman. Endi havuzdagi qurbaqa qiz bo'laman deb aytishardi. Ustoz san'atkorlar sarasiga kirasiz. Mana yoshingiz ulug' volida bo'ldingiz, ona. Yosh chiqib kelayotgan qizlargami, yigitlargami san'at yo'lida u goh salomchi bo'lsin, goh she'riyat, qalamkash bo'lsin, goh rassom bo'lsin, farqi yo'q. Shu san'at yo'liga kirib kelayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Ulargami? Bor joyim. Men hozirgi san'atni yo'lini tanlagan yoshlarga kamtarlik libosini yechmanglar degan bo'lardim. Yashang. Birovda tayyor yaratgan ijodini o'g'illamanglar. O'g'illasanglar ham rozi qilib, yo'lida o'zidek qilib aytinglar dedim.
kamtarning libosini yechmanglar. Xalq kamtarni suyadi. To'g'ri. Xalq hokisorlikni suyadi. Tomoshabin muxlis qancha hokisor bo'lsang, halol bo'lsang, shuncha yaxshi ko'radi. Manmanlikni, kibr havoni yoqtirmaydi. Hozirgilar sal ko'zga ko'rindimi? Ustoz esdan chiqarib yuboradi. Sal elda ichiga kirib pul topib qoldimi? Hamma narsani unutib yuboradi. Ularga men manmanlik libosini yechishini, kamtarlik libosini kiyishini tilar edim. Yashang. Zo'r gap bo'ldi. Men kutgan gap bo'ldi. Rahmat. Ilohim salomat bo'ling. Meni yaratgan ijodimni buzishib, qo'lida chinni tolasi demasdan, qulog'ida chinni tolasi. Bir balolar deb tashlashyapti. Tez aytsam tushunmay qoladi deb o'ylaydi-da bular. Ha. Lekin bu sizning ijodingiz bilasizmi? G'oyasini bilmayapti. G'oyasini ham. Ahlini bilmay topib olgan deydi bittasi. Videochini. Ahlini bilmay tanib olganmi? Bir bola dedi. "Iya" deb videochim turgan yerda qatib qoldi. Nima deyapti meni mana u deb. Shuni bilmayapti-da. Endi yana tushuntirish kerak. Men to'y qiziq o'tishi uchun oxiridagi nimam bor, xotimam bor. To'yga kelgan mehmonlar jonimizga darmonlar ichida qolmasin, armon salomimizga hayron sahatir yurganlar, to'yda xizmat qilganlar, to'yda xizmat qilganlar, yigitlar, qizlarga, chollarga, kampirlarga deymanmi, oxirida meni yo yaxshi ko'rib, yo yaxshi ko'rib turgan chollarga deb qo'yaman. Chunki yoshimga munosibmi? Shuni ham yoshlar aytayapti-da. Seni yoshing cholga mos emas. Sen qari emassan, uni aytma. Yo'q, shuni aytsak pul yaxshi tushadi. Shuni aytsak odamlar kuladi, ko'tarilaman deb o'ylayapti. Men shu yoshlarga o'ziga mos joyini olsin, o'ziga mos joyini olsin. Mayli, sotga tutgan bolalarga deb ayt. Chollarni chiqarib Chollarni chiqarib bor, cholni menga qo'yib qo'y. Cholga tegmadi. G'ashim keladi-da, g'ashim keladi. Chol men o'zim hal qilib olaman. Yo'q. Cholni o'zim hal qilib olaman. Sen bolalarga. Yosh eri bolalar ham chollarga chiqishiga chollar gap qoldi. ana chollar tayyor deyman. Telefon nomeringizni tashlab keting deb. Tavba qildim. G'ashim keladi-da. G'ashim keladi. O'zingni yoshingga munosibini tanlab ol. To'g'ri ayt. Shuni aytsa Muxtasar opani aytganini aytsak, odamlar aytar ekanda, shu ko'pchilikka Muxtasar opaga o'xshab aytasizmi? Men aytaman. Xuddi shu opaga aytaman. Hatto meni o'ldiga chiqarishdi. Shu salomimni olish uchun o'ldiga chiqarishdi. Qayerga borsam, siz o'tib ketdi deyishuvdi-yu. Yo'q, o'tganim yo'q. Qirg'izistonga o'tgandirman. Bilmadim. Desam, o'tib ketdi deyishdi. Men qiziman deb kelishdi. Meni qizi bo'lib chiqayotganlar bor. Mana qizim yonimda. Men Ashopani qiziman, onamiz o'tib ketdi deb chiqayotganlarni eshityapman. Unga nima deysan? Mashlar meni yuragimga tirnaydi. Azoblaydi. Mayli, meni azoblanishim ko'ra rohatlanishayotgandir balki. Lekin o'zlariga qiyin qiladi. Hamma narsani hisob kitobi javobi bor. To'g'ri. Xotimasi bor. Bu dunyo to'rkili dunyo, men talashmayman. To'g'ri aytsin, hurmatini qilsin, to'g'ri aytsin. Lekin o'ziga mosini topib aytsin. Yoshlar ham og'iz ochilgan chollarga desa, g'ashim kelyapti. To'g'ri. Endi ashuni improvizatsiyani chiroyli qilib olib yorvorish kerak-da. Vau deb yuborish kerak odamlar. Chappacha yuborish kerak. Ularga birov baqirmayapti ham, chappaga ham cholmayapti. To'g'ri. Men chappay deyman, qarsaymi? Ha, chappaydi. Endi siz yoshingizda. Chappani chappak. Haligi so'zni yakunida muxlislar bilan xayrlashish oldidan oq ayiqda aytib berasiz. Oq ayiqda qolganlar ham eshitsin, men buni aytsam baribir o'xshatib bera olmayman. Masalan, men hozir salomdan pul topaman deyotganlarga aytaman-da, mayli topsin, haloli bo'lsin, eplasin, aytsin, qandini ursin. Shu bir yoshligimda o'qigan edim, tirikchilikka qiylanib, nima qilishni bilmasdan, afandi latifalarni ko'p o'qiganman-da. Bir odam pul topaman deb bittasiga men mana shuni rosa
1000 kun dam soldim, mana shu o'tni ezib tillaga aylantiraman. Nima tuyapsan desa, tillaga aylantiraman debdi. Menga ber buni, bo'lmasa hozir oz qoldi tillaga aylanishiga debdi. Desang keyin menga ber, men senga 1000 tilla beraman debdi. Ha, buni olganingdan keyin bitta sharti bor-da debdi. Ha, nima sharting bor ayt desa, buni olib borib tuyasan. Hech qachon oq ayiqda o'ynayotganini ko'zing oldiga keltirma debdi. Ha, bo'pti, olib ketibdi. Bor ertasiga yig'lab kelibdi. Bekor aytding ash oq ayiqda. Tinmay oldimda o'yinga tushaverdim. Aytmagan tillaga, "Hey" debdi. Shuni oldiga keltirma, ko'zingga keltirma deganman u. Ana dallol, ana sotuvchi reklamani zo'r berayotgan joyi. Voy, ishbilarmonlik. Ishbilarmonlik, qara. Pul topish uchun ko'katdan tilla chiqadimi bo'lmasa? Toshga yomg'ir yoqqan bilan giyoh unmaydigan narsadek gapda endi. Bu yerda ishbilarmonlik, tadbirkorlik ash mahaldagi bundan eramizda 1000 yillar oldin tog'dan ko'kat topishib, yub o'tirsa, nima qilasan? Tillaga aylantiraman. Duosi bor buni. Menga ber. Ha, bo'pti, beraman, sharti bor. Oq ayiqda hech qachon ko'zingni oldiga keltirma. Olib borib ertasiga kelibdi, bekor aytding shu oq ayiqni tinmay ko'zim oldida o'ynaverdi. Ha, shuni o'ylamaganingda. Shuni o'ylamaganingda tillaga aylangan. Meni ham hayb mehnatimni. degan ekanda. Yashang ona, qiziqarli, go'zal. Ichida allasi ham, salomi ham, yor-yori ham, she'ri ham, qo'shiqlari ham bor, suhbat bo'ldi. Latifalari ham. Men shu ko'rsatuvni boshlaganimda birinchi sizga qo'ng'iroq qilganman, keyin siz qayerdadir xizmatda bo'lganligingiz uchun men Hasanboy Do'smatovning onasi bilan suhbatni boshlaganman va bardavom bo'ldi bu. Har suhbatga kimnikigadir ketayotganimda ikkinchi odamni bir izlanganimda sizga hech kimni eslatmay borardim, sizga doim eslatib, "Mo kuni boray desam xizmatdaman, iz bosgandaman, falan yerda Jizzaxdaman, Qirg'iziston ketyapman." Bu dedingiz, mana bugun yetib keldi. Aziz muxlislar, bugun biz bilan bugungi qahramonimiz, volidamiz, umrlari uzoq bo'lsin, Muxtasarxon onamiz bo'ldilar. Bu kishini qayerdadir internet orqali salomlarini eshitgan bo'lishingiz mumkin. Xudo xohlasa sizning xonadoningizga ham yetib boradi. Onamiz umri uzoq bo'lsin. Bugungi ko'rsatuvimiz juda ham chiroyli bo'ldi menimcha. Ona, marhamat, bir chiroyli bo'lib xayrlashib olasiz. Yana bir bor hammalarga e'tibor berib tinglaganlarga, so'zimizga e'tibor berganlarga, bizni suhbatimizdan bahra olganlarga, suhbatimizdan lazzat olganlarga yana bir bor rahmatlar aytaman. Ilohim hamma muxlislarimni to'ylarida xizmat qilish nasib aylasin. Men kuchim bor ekan, tilim bor ekan, aqlim teran bo'lib, umrim uzun bo'lsin. Ilohim meni yaxshi ko'rganlari xizmatida bo'layin hamisha. Hammalarda to'ylarda borib, xizmatlarni qilib, yor-yorlarni gullatib, yorib, yondirib aytishni Alloh nasib ro'za aylasin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Yonimda shu qizim bor, Xudo xolasa. Qizim qo'shiqlari bor, mana yuzoshlari chiroyli o'tkazadi, o'g'lim qo'shiq aytadi, o'zimizda hamma narsamiz bor, apparaturalarimiz bilan oilaviy guruhimiz bor, xizmatlarga tayyormiz. Sog' bo'ling ona, umringiz uzoq bo'lsin. Men bejizga tanlamaganim uchun bugun mazza qildim, bugungi kunim zo'r bo'ldi. Kutganimga arzidi azizlar. Volidam ko'rsatuvi doim siz bilan bizning bosh homiyimiz. Safo Marva umra haj ziyorati uchun sizga ko'makchi bo'ladigan Safo Marvani tanlang biz bilan. Doim biz bilan olg'a qadam bosing. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Bir-birlarimiz bilan umralarda ko'rishlik nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Ijtimoiy tarmoqlarda yagona ko'rsatuv bo'lgan Volidam ko'rsatuvini ijodkorlariga omadlar tilayman. Muxtasarxon Abdulhakimova man, kelin salonlar dadasi, yor-yorlar malikasi, hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Volidam ko'rsatuvi ijodkorlariga katta rahmatlar aytaman. Hamisha hamma volidalarni ko'rsatib yurishliklarini nasib qilsin ilohim. Volidam ko'rsatuvi hech qachon to'xtamasin deyman. Madinada 2 kun ziyorat qilgan barcha volida va buzrukvorlarimiz, Safo Marvadan borgan hoji ota, hoji onalarimiz Makka tomon yo'l olishdi. Siz bunday go'zallikni Safo Marva bilan umra ziyoratiga kelsangiz, albatta ushbu masjidlarga tashrif buyurasiz.